Lazer korreksiya operatsiyalari hammaga ham mos kelavermaydi. Quyida sanab o'tadigan 5 sabab tufayli lazer korreksiya operatsiyalari qilinmaydi. Birinchi sabab 18 yoshgacha bo'lgan bemorlar. 18 yoshgacha ko'z o'sish va shakllanish davrida bo'ladi. Bu davrda lazer operatsiyalari mumkin emas. Ikkinchi sabab homiladorlik. Homiladorlik davrida gormonal o'zgarishlar tufayli ko'zdagi holat o'zgaruvchan bo'ladi. Lazer operatsiyalari mumkin emas. Uchinchi sabab ko'zning shoh pardasi kasalliklari, ayniqsa keratokonus kasalligi. Bu holatda lazer korreksiya operatsiyalari tavsiya qilinmaydi. To'rtinchi sabab ko'zning boshqa kasalliklari, katarakta, glukoma, ko'z ichki yallig'lanish holatlari. Bunday holatlarda ham lazer korreksiya operatsiyalari qilinmaydi. Va oxirgi 5-sabab bu ko'zdagi minus darajasini oxirgi 1 yil davomida o'zgarishi. Bunday holatlarda lazer operatsiyalari tavsiya etilmaydi. Sizning holatingizda lazer korreksiya operatsiyasi mumkinmi yoki yo'qmi bilmoqchimisiz? Klinikamizga keling, to'liq tekshiruvdan o'ting va sizga aniq maslahat beramiz. Sog' bo'ling, kanalimizni kuzatishda davom eting.